UCAL Pro deb nomlangan Redragon'dan noodatiy dizayndagi mexanik klaviatura. Ya'ni ushbu klaviatura Redragon'da juda ham ommalashgan klaviaturalardan hisoblanadi. Videoni oxirigacha ko'rish orqali ushbu o'zi klaviatura puliga arziydi yoki arzimaydi? Shu savolga javob topishingiz mumkin. Marhamat, unda biz unpackingdan boshlaymiz. Xo'p, ko'rganimizdagi korobkasini o'zini noodatiy dizaynda qilishibdi. Mana korobkasi usti alohida ekan, uni ichki qurilmalari uchun xuddi videokartalarga o'xshab alohida korobka qilishibdi. Komplektdan nimalar chiqadi deydigan bo'lsak, komplektda o'zini yo'riqnomasi, bu kerak sizga albatta tezkor klavishlarni ko'rishingiz uchun. Xo'p, nakleykalari, albatta kabeli kerak. Kabelni aytaman, sal turib juda ham zo'r ishlashibdi. Xo'p, switchlari, ya'ni bilsak bo'ladiki, bizaniki mexanik klaviatura va liner red switch, ya'ni bunday qilib aytganda qizil switchlarga ega bo'lgan klaviatura hisoblanadi. Yana 5 ta zapasga qo'shib berishgan va mana shu switchlarini olish uchun, ustidagi keykaplarini olishimiz uchun mana o'zini maxsus vositasi. Ularni chekkaga olib qo'yamiz. Ana endi to'g'ridan-to'g'ri texnik jihatiga o'tishdan oldin men ushbu klaviaturaning dizayni haqida gapirmoqchiman. Mana shu oq-qora rangini juda ham chiroyli qilishgan ekan. Ya'ni xohlasanglar oq setapga ham tushib ketaveradi, xohlasanglar qora setap qo'yotgan bo'lsanglar, qora rangga ham ancha tushib ketaveradi va birinchi eng zo'r fishkasi, juda ham ko'p mexanik klaviaturada biz uchun kerakli bo'lgan rus harflari o'rin olmagan. Ushbu klaviaturamizda esa rus harflari o'rin olgan va uni yoqqan paytimizda ham, hozir mana yoqamiz. Mana ko'rishingiz mumkin, rus alifbosi ham yonadi. Mana shu eng kerakligi. Bundan tashqari, albatta orqasida bizda oyog'i bor. Oyoq ikkita qismdan iborat. Mana ikki xil balandlikda, mana bu eng balandrog'i bo'lsa, bu juda sizga balandlik qilsa, yana kichkina oyog'i bor. Ana shu kichkina oyog'ini chiqarib qo'yib, mana ishlasanglar ham bo'ladi. Shaxsan o'zimga juda ham dizayni, ishlashlari yoqdi. Endi rangi haqida gap so'z yo'q. Ya'ni o'zi bu bizda 75% klaviatura hisoblanadi. 81 ta knopkadan iborat. 104 talik klaviaturaga qaraganda ushbu klaviaturani xarid qilsanglar, ish stolida 35% joyi tejab qolgan bo'lar ekansiz. 12 ta F knopkalari tagiga maxsus multimedia knopkalarini ham joylashtirishgan. Ya'ni FN knopka orqali F1 dan F12 gacha knopkalarni bosish orqali o'sha maxsus multimedia knopkalarni ishlatishni mumkin. Sal turib ushbu klaviaturamizni podsvetkalari qanaqa ishlatish mumkinligi haqida uni alohida video qilganmiz. Buni sal turib ko'rib bilib olasiz. Eng muhimi esa klaviaturamizni 3 xil usulda biz ishlatishimiz mumkin. Birinchisi va eng kerakligi bizga bu simsiz, mana bu o'ng qismida joylashgan mana dangle bor. Ya'ni dangle orqali biz simsiz ishlatishimiz mumkin. Ikkinchi varianti mana kabeli chiqadi 1,5 metr atrofida. O'zi ko'pincha klaviaturalarning tepasiga joylashtirishadi. Bu safar qaranglar, o'ta bir nozik dizaynda qilib, mana bu tarafga ulanadigan qilishgan ekan. Ya'ni kabelini ulab, mana bu tarafga ulangan, chap tarafga va biz simsiz ishlatamizmi yoki 2.4 GHz 3-chi klaviaturamizni ulash mumkin bo'lgan usul bu Bluetooth hisoblanadi. Mana shuni shu joydan tanlaymiz. Ya'ni o'rtada tursa, offda tursa, biz klaviaturamizni bemalol simli rejimda ishlatishimiz mumkin. Chapga surgan paytimizda 2.4 GHz rejimda esa ushbu klaviatura boyagidagi dangle orqali ishlasa, o'ngga surgan paytimizda Bluetooth orqali ulab biz qurilmalar ishlatishimiz mumkin va bir vaqt o'zida yaxshi tarafi 3 ta Bluetoothga ulashimiz mumkin. Tabiiyki savol paydo bo'ladi. 3 ta Bluetoothga uladik, uni qaysi birini qayerdan ishlatamiz deydigan bo'lsanglar, FN bilan yuqorida 1, 2, 3 sonlar joylashgan. Ana shu sonlarning pastki qismiga Bluetooth 1, Bluetooth 2, Bluetooth 3 va 4-inchisiga 2.4 GHz deb yozib qo'yibdi. Ya'ni xohlasanglar Bluetooth 1, 2, 3 ga yoki 4 FM bilan birgalikda bosib, wireless, ya'ni simsiz rejimda ishlatsanglar bo'ladi.
Bu ham Dota o'ynaydiganlarga, ham Counter o'ynaydiganlarga juda ham mos keladi. Sababi yuqorida qismida F knopkalari va hamda strelkalari mavjud bo'lgani uchun Dota'da bilamiz 1, 2, 3 sonlar juda ham kerak bo'ladi va alohida sal ajralib turishni xohlaganlar uchun, ya'ni eng hozirgi kundagi qulay va ixcham qilib ishlangan klaviaturalardan biri desam bo'ladi. Ya'ni mana shu 75% ko'rinishdagi klaviatura hozirgi kundagi eng universal ixchami hisoblanadi va eng hozirgi kunda trend bo'layotgan fishkalardan biri mana shu knopka hisoblanadi. Ya'ni bitta bosish orqali ovozni o'chirishingiz mumkin yoki buni aylantirish orqali bu tugmani biz ovozni past baland qilish imkoniyatimiz bo'ladigan bo'lsa, agar bu knopkani 3 sekund bosib turadigan bo'lsak, biz har safar keyin bosganda effektlarni almashtirishimiz mumkin. Mana bosib ko'ramiz. Mana endi har safar bitta bosganda turli podsvetka rejimlariga o'tishni boshlaydi. Mana. Yoki birorta podsvetka rejimga qo'ydik, bu podsvetka rejimi bizga yorug'ligi kamlik qilayotgan bo'lsa yoki ko'plik qilayotgan bo'lsa, uni pasaytirishni mana shu tugmani aylantirish orqali amalga oshirsak bo'ladi. Ya'ni 3 sekund bosib tursak, yana bu qayta bizda ovozni nazorat qilish funksiyasiga o'tadi. Bizda albatta bu klaviaturamiz hot swivel hisoblanadi. Ya'ni misol uchun o'zini red switch yoqmasa, switchlarini bemalol almashtirsanglar bo'ladi. Undan tashqari bu yerda 3 qatlamli shumka qilingan. O'zingizlar eshitib ham ko'rdinglar, ya'ni bosgan paytda odatiy mexanik klaviaturalar singari shovqin bilan ishlamaydi. Ovoz ozgina qanaqadir mayinroq eshitiladi. Sabab klaviaturamiz boyagi aytganimdek ovozni pasaytiruvchi maxsus vositalardan foydalanishgan. Gasket texnologiyasini ham albatta ushbu klaviaturamiz qo'llab-quvvatlaydi. Ushbu klaviaturamiz akkumulyatorining sig'imi 3000 mAh ekan, ya'ni bu degani aniq ma'lumotga qaraydigan bo'lsak, 19 soatdan 220 soat atrofgacha biz ishlatishimiz mumkin ekan. Ya'ni podsvetkasi yoqiqligi yoki podsvetkasi necha foiz, ya'ni to'liq podsvetkada yoqib turibdimi, 10-15% mi yoki bir kunda necha soat ishlatishingizga qarab, albatta bu sizga aniq aytishi mumkin bo'lgani 3 kundan 1 oygacha ushbu klaviaturani bitta to'liq quvvat bilan ishlatishingiz mumkin. Ya'ni boya aytgandek, podsvetkasi yoqiqligi va bir kunda necha soat ishlatishingizga qarab. Dizayni haqida yakuniy xulosam aytadigan bo'lsam, albatta dizayni juda ham zo'r va chiroyli qilib ishlangan. Boya aytgandek, oq va qora setaplar uchun ham tushib ketaveradi. Muhimi chiroyli dizayndagi yaxshi mexanik klaviaturalardan. Bizda podsvetkalarimizning 20 xil ishlash rejimi bor. Buni FN va insert knopkalarini bosish orqali o'zgartirishimiz mumkin. Misol uchun mana bittasi, ikkinchi ko'rinish, mana uchinchisi, har bitta knopka alohida bosiladigan, keyingisi, navbatdagisi. Ya'ni 20 xil ko'rinishi bor. O'zingizlarga qaysi biri yoqsa, qo'yib ishlatishingiz mumkin. Ana endi har bitta rejimning ichida yana alohida 8 xil ranglarni o'zgartirishimiz mumkin. Bu uchun FN va Enter knopkani bosish orqali, misol uchun mana oq yoki bunaqa umumiy gradient rang, qizil, yashil, misol uchun to'q ko'k, sarg'ish, rozvoy va ochiq ko'k ko'rinishlarini ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari mana shu podsvetkamizni ham FN va past strelka, tepa strelka orqali uni yorug'ligini, balandligini nazorat qilishimiz mumkin. Mana yorug'ligini. FN va tepa past strelka. Ana endi almashtiruvchi, mana qanday o'chib yonib turuvchi podsvetka rejimini tezligini almashtirish uchun FN va 10 knopkani bossak, u yana ham tezroq o'chib yonishni boshlaydi. Mana tezroq o'chib yonadi yoki uni aksincha sekinlashtirsak bo'ladi. Mana sekinroq o'chib yonish. Ya'ni FN va chap o'ng strelkalar tezligi. Yoki buning barchasini nastroykalarni juda ham bir nimalar qilib tashlaydi, tushunmay qoldinglar. Shunaqa paytda FN va Escape knopkani bosish orqali, ya'ni umumiy sozlamalarni qayta yuklash bo'ladi. Ya'ni заводской настройкаларga qaytib qoladi yoki shunchaki tezda podsvetkasini o'chirmoqchi bo'lsanglar, FN va probel knopkani bitta bosish orqali to'liq podsvetkasini o'chirib ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Shu hisobdan ham keyinchalik quvvati anchaga yetadi. Yana bitta bossak podsvetkasi yonadi.